Assalomu alaykum. Mening mahallam loyihasining navbatdagi soni efirda. Biz ayni paytda Chilonzor tumanidagi Xirmontepa mahallasidamiz. Bu yerda mahalla yetiligi qolaversa, profilaktika inspektorlari ayni paytda nimalar bilan band? Buni esa eksklyuziv kadrlar orqali tomosha qilishingiz mumkin. Keting. Profilaktika inspektorining xonasiga keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Rahmat. Ichki ishlar vazirligidamiz. Assalomu alaykum. Xirmontepa mahallasi profilaktika inspektoriman. Mayor Shamsiyev ismim Dilmurod. Xo'p, ayni paytda nima jarayon ketyapti bu yerda? Ayni paytda fuqaromiz 31-yanvar kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ijtimoiy tarmoqlar tarqab ketgan, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Metan zapravkada holat bo'yicha murojaat qilib kelibdilar hozir. Ha, meni sudrab ketishdi deb chiqqan ayol sizmisiz? Assalomu alaykum hammaga. O'sha men u noto'g'ri talqin qilyapti ko'p kishi. Mana bizlar inspektorlar shug'ullanyaptilar bu ish bilan. U yerda erkaklar haqida ko'p gap, noto'g'ri gaplar ketyapti. U yerda faqat metan ishchilari meni urgan, chunki qolgan erkaklar men kelib himoya qilgan, u yerga kelib meni kirishimga ham, o'chasiz kirishimga ham erkaklar sababchi bo'lgan. Bunday qilib kirib keting dedi. Men kirib keldim, sudrab, telefonimni tortib olib, men yana avto blogerlik ham qilaman. Shunga chiqib ketadi videolarimiz bizani deb o'chirtirdi majburlab. O'shanga sal yiqilib tushganman, ular meni tortishgan, telefonimni olmoqchi bo'lishgan. Shunaqa voqealar bo'lgan. Bezoriat bersinlar, bizlar rozi bizlar desa ham, o'sha metan ishchilari o'zi shuni qilgan. Mana rahmat shularga, mana ko'rib chiqyaptilar. Hozir nima murojaat bilan keldingiz shunda? O'sha holat yuzasidan o'sha holat hojasidan, ha, o'zingga mazam yo'q edi, men Kattaqo'rg'onga bora olmadim dedim, keyin bu yerda chaqirishib, shu yerda olishyapti, o'zimni mahallam. O'zi ko'rib chiqyaptimi? Qoniqyapti ishlarni? Qoniqyapman, baraka topishsin. Shular boram yaxshi, mana emin erkin yuramiz. Rahmat hammalariga, mana ichki ishlarga bizlar rahmat, baraka topinglar. Hamma ichki ishlarga ham, shopirlarga, yo'ldagi erkaklarga omadlaringiz bersin, rahmat deyman. Baraka topinglar. Ish jarayoni qanaqa ketyapti? Bu holat yuzasidan. Ish jarayonimiz qarang, bu holat bo'yicha hozir Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limidan mas'ullari bilan gaplashdik. Ular aytdilarki, fuqaro sizda yashar ekan, o'shancha bizga avaro qilmaslik uchun bizga kela olmadilar. O'z ariza tushuntirish xatlarini olib, bizga tashlab bersangiz, biz qonuniy tartibda chora ko'ramiz, qonuniy tartibda ko'rib chiqamiz dedilar, gaplashdik u bilan. Hamkorlik bor bu yerda hozir. Tushunarli. Xo'p desangiz, bugun bir kunlik ish faoliyati yoritmoqchimiz. Murojaatchini albatta qabul qilganingizdan keyingi faoliyatlaringizni ham bevosita kuzatib boramiz. Albatta. Fuqaro murojaat qabul qilindi demak. Fuqaro murojaat qabul qilindi, qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi. Bizning mahallamiz raisining xonalariga ham boramiz, biroz suhbatlashamiz. Xo'p, marhamat, yo'l boshlang. Mahallangizga mehmon bo'lib keldik endi. Ichki ishlar vazirligidamiz. Endi ayni paytda nima bilan bandsiz? Mana hozir ko'rib turibsiz, hamma ishlarimiz elektron bo'lgan. Bu kompyuter eng bizni nima deydi? Yaxshi yordamchimiz. Hali muhtaram prezidentimiz aytganlar, yaxshi ish ham, yomon ish ham, yutuq ham, kamchilik ham mahallada bo'ladi. Haligi nima deydi? Yaxshi inson ham, yomon inson ham, o'g'ri ham, to'g'ri ham, olim ham, hokim ham o'sha mahalladan chiqadi, mahallada bo'ladi. Demakki, agar o'sha mahalladan chiqqan bitta inson yaxshi bo'lsa, demak mahalla juda zo'r, yaxshi. Agarda bitta bir yomon chiqsa, demak mahallada yashaydigan o'sha 6000 ga yaqin aholimiz uchun, men boshlig'imdagi o'sha yettalik mahalla raisi uchun bu qo'pol qilib aytganda isnod deb hisoblash mumkin. Birinchidan, mahalla bu xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik. Bu vazifani ozmi ko'pmi bajarganliklarini isboti bo'ldi, lekin bir yig'ilishda aytib ketdilarki, mahalla bu mehr va ahillik qo'rg'onidir deb. Bu degan so'z, demak, agar shu mahalla yettiligining o'zida bir ahillik bo'lsa, eshikdan mana siz keldingiz, agar rais qani degan paytingizda profilaktika nozirimiz va hokim yordamchimiz va mana bu yerda yonimda o'tirgan ijtimoiy xodimman, rais yo'q edi, ertaga keladi desa, sizning fikringiz 180 gradusga o'zgarib ketadi. Obbo, men keldim-u, men raisni so'rovdim, lekin o'sha balkim ishingiz yettilik bilan pishadi. Yo'q bo'lmasa bir narsani, oddiy narsani so'rab kelganman. Menimcha mahallaning yettiligi mana shundan hisoblaymiz. Jinoyatchilik bo'yicha ham, o'zalik bo'yicha ham, oilaviy asrlar bo'lsa, oilaviy muammolar bo'lsa ham, hamma o'sha bir nechta savollar qo'yilgan. Shularni bir o'rganish hamda natijasini ertaga chiqarish uchun xonadonlarga chiqib ketamiz hammamiz. Nasib etsa ishlarni davom ettiramiz. Hamma ishlarni rejalashtirib oldik. Hozir bir ijtimoiy himoyaga muhtoj bir kambag'al oiladan kelgan
fuqaromiz bor. Bu xotin qizimiz bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj xodimimiz bor. Ulardan xabar oladi. Ozgina batafsil bor. Qo'yimiz kerak edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men 42-domdan uy sotib oldim. 23-kvartirani. Shuni hozir bolalar remont qilyapti. Musullarni chiqarishyapti. Musul mashina bir 2 soat 3 soatda kelar ekan. O'shan kelib ogohlantirib ketaman. Dilmurod aka shuni aytib ketyapman. Keyin reglament bo'yicha ertalab 9 dan kechqurun 19:00 gacha yakshanbadan tashqari remont qilsa bo'ladi. Uyi taqir tuqib, 7 dan keyin mumkin emas kechqurun, to'g'rimi? Shuni aytib qo'yaman. Agar qo'shnilar bilan kelishyapti, kunduz kuni chiqib qolib, u bu jalb qilishsa, biluringki, men remont qilyapman. Yakshanba kuni ustalarni uyiga ketqizib dam olgani borib kelinglar deb. Charchamaylar? Rahmat. Mening inspektorim ilovasini yuklab olsangiz juda qulay bo'ladi. Bunda mening inspektorim ilovasida bizning mahallamiz 7 lik yordamga zudlik bilan yetib boramiz. Agar qarang, ham bizda bor yig'ilib ishlayotganlarning o'zi katta gap. Rahmat. Bu vatanga jon fidolik degandek. rahmat, sog' bo'ling. Charchamaylar. Rahmat, salomat bo'ling. Mana fuqarolar bo'lgani yaxshi. Xo'p, demak, shu yerdagi fuqaroni uyiga kiramiz. O'sha fuqaroni ozgina bir nimamiz bor, bir ehsonimiz, ham bir holidan bir xabar olib chiqishadi. Yaqin uylari qaysi tomonda? Bu 41-dom 13-kvartira 2-podizda turadi fuqaromiz. O'zi kam ta'minlangan reyestrda turadi. Mahallamiz tomonidan doimiy ravishda o'sha ko'mak yordamlar berib kelinmoqda. Hozir ham bir holidan xabar olib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi turibsiz? Xabar olgani keldik. Yaxshi turibsizlarmi? Bolalaringiz yaxshimi? Yaxshi. Hech qanaqa muammo yo'qmi? Arzimagan sonimiz bor. Agar muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qilavering. Mana ijtimoiy xodimimizni taniysiz. Mahallamizga chiqib, qo'limizdan kelgancha yordamlar ko'rsatamiz. Muammolar bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Har doim xabar olishadimi? Faqat biz kelgani uchun kelishadi. Yo'q, xabar olishadi. Yaqinda mana ijtimoiy xodimimiz voucher chiqarib bergandi oziq-ovqatga, o'shani oldim. Undan oldin noyabr oyiga gaz svet to'qlarimiz to'g'miga nima qilib berildi? To'loviga? Voucher, pul qilib beriladi 1 million so'm. Boshqa muammolaringiz bo'lsa, bemalol aytaverasiz. Yo'q, endi hozirgi kunda shu bolamni bog'chaga navbatga qo'yganman. O'sha navbatga chiqqandan keyin ish nimasi bo'yicha chiqmoqchi. Bu fuqaromizni o'sha hozir farzandini bog'chaga joylashtirganimizdan keyin o'sha ish bilan ta'minlash chorasini ko'rdik. Hokim yordamchimiz o'zi ham suhbatlashib, bir nechta o'sha ishlarni taklif qilgan. Hozirgi kunda o'sha fuqaro bilan va ish beruvchi o'rtasida o'sha hamkorlik suhbat ketmoqda. Xudo xolasa kelishilsa, bandligi ta'minlanadi. Joyga joylashtiriladi. Biz esa davom etamiz. Hop, profilaktik inspektori ayni paytda nimadir bilan band, chunki telefonda gaplashyapti. Qaysir murojaatchi meni bilmadim. Hozir ko'ramiz. Qanaqa topshiriq tushdi shekilli. Topshiriq tushdi rahbarimizdan hostellar bo'yicha, hostel mehmonxonalar bo'yicha ularga video kuzatuv kamerasi o'rnatish bo'yicha. O'rnatiladimi bo'lsa bular? O'rnatiladi. Boramiz, targ'ibotini qilamiz. Rahbarlar bilan gaplashaman. Ya'ni qanaqa u o'zlariga bir monitor qo'yib oladi. Har bitta hostel ichida administrator o'tiradi. O'shani oldiga monitor qo'yib oladi. Kelgan fuqaro o'sha facedan o'tadi-da, o'zini ko'radi monitorda. Demak deydi, mani deydi, inobatga qo'ydi ichki ishlar deydi, ertaga bir nojo'ya xatti-harakat qilmaydi. Bu ham bir jinoyatchini oldini olish bu ham. Oldini olish. Bizda yagona situatsiya markazga ulangan, integratsiya bo'lingan, to'g'ridan-to'g'ri xabar kelib tushadi. Bizning planshetimizga ham kelib tushadi. Mana yana sizga murojaat kelib tushdi shekilli, qarang. Bizda mana Qalqon messenjer bor. Mana bir fuqaromiz telefon qilyapti, lozim mayli, shunday ko'rsatsin. Alo. Doniyor aka, tushundim. Rahmat sizga, xo'p. Profilaktik inspektorlarning mana faoliyatlarini ko'ryapsiz. Tinimsiz telefon bo'lyapti, fuqarolarning murojaati, targ'ibot ishlari, xullas 1 daqiqa ham tinim bilishayotgani yo'q. Hozir planshetimga mening inspektorim ilovasida o'rnatilgan soch summasida qaysi fuqaromiz murojaat bilan chiqyapti, hozir aniqlik kiritamiz. Mana xabarni qabul qildik. Yo'nalish bo'yicha boramiz. Shu domda ko'rsatyapti. nima deb xabar kelgan endi? Va borgandan keyin bilamiz. Borgandan keyin bilamiz, hozir fuqaroning o'zi bilan suhbatlashamiz, aniqlik kiritamiz. Bu yaxshi bo'ldi lekin, ha? Bu yaxshi bo'ldi, bizga juda qulay bo'ldi. Fuqarolar uchun ham juda qulay bo'ldi bu. Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Proklat inspektorman Gulmurod Abdulhamid Shamsiyev. Hozir soch tugmasi bo'yicha xabar keldi. Kim bor? Siz borsiz. Nima Hozir begona shaxs keluvdi, ishini taqillatgan edi. Endi tekshirib qo'yinglar deb chaqirgan edim. Ishini taqillatib turuvdi, har xil odamlar paydo bo'lganiga o'shanga chaqirib yubordim. o'zi nima qilib yurgansiz bu yoqda? Lokatsiya 41-domda urib qo'yibman, u 41 drop ekan. 41 drop degan domam bor ekan. 41 urib qo'ydim, 3-podyezdga bir shaxs kelib qoldi. Hozir telefon qilib so'rasam, yo'q 41-drop degan anaqa bor ekan. Dom. Bir drop bir bor. Ikkalasi yonma joylashgan. Bu 41-dom, narigisi 41 drop 1. Lokatsiyaga 41 urganimga bu yoqqa olib keldi, o'sha kelib eshikni taqalsa. Kim oldi keluvdi? Qarindoshim oldi keldi, ancha ko'rishmayapti-yu, o'shanga bir keyin ko'chib kelgan edi. O'shanga yorda ozgina xizmat bor edi, kelgan deganlarga keldim. Planshetda oydinlik kirsa bo'ladi. Albatta oydinlik kirsa bo'ladi planshetda. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Elektrikmi? Elektrikga. Bitta nima masalada chaqirasiz? Elektrik yordami nima? Ha, elektrik yordam masalasi chaqirishdi. Keyin ko'chib kelishgandan beri o'shanga ozgina etbetini to'g'ri. Qaysi xonadon o'tgansiz? 41 drop 3-podyezdga. Ma'lumotlar hammasi yaxshi, toza. Sudlanganlik, boshqa boshqa qidiruvdagi shaxs. holat emas. Qidiruvdagi emas. Hammasi joyida. Shaxsiga oydinlik kiritdik. Hurmatli fuqaro, sog' bo'lasiz. Charchaverdi. Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Sog' bo'ling. Mayli. Ish har kuni mahallani o'zidami? Turli xil bir yig'ilishlar bo'lardi, hozir unaqasi yo'qmi? To'g'ri aytdingiz. Muhtaram prezidentimiz 27-yanvar kuni 2026-yil kuni video selektor yig'ilish o'tkazdilar ichki ishlar sohasi bo'yicha. Bizga juda maqbul bo'ldi bu. Ya'ni biz profilaktik inspektorlarga juda katta imkoniyatlar, juda katta sharoitlar yaratib berildi. Ertalab shu mahallada boshlaymiz ishni, xudo xolasa ertalab har kuni ertalab mahallaga kelamiz, mahallamiz raisi bilan ertalik bilan suhbatlashib, tungi xizmatga tushgan hamkasbim bor, o'zim bilan birga ishlaydi. Undan vaziyat bo'yicha so'rayman, tunda qanaqa o'tdi xizmat, tinch deydi. Men undan qabul qilib olganimdan keyin mahallada boshlayman. Hech qanaqa yig'ilishga, boshqa tadbirlarga jalb qilinmaymiz. Kuni tun xalq xizmatdamiz, 24 soat, shu 7 kun tarchamaymiz xalq xizmati hech qachon. Mayli, sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi hamkorlik uchun o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Kelgusi ishlaringizda ham omad tilaymiz. Rahmat, salomat Sog' bo'linglar. Rahmat. Azizlar, mening mahallam loyihasining keyingi sonlarida ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.